Voy belim. Bu ko'pchilikda uchraydigan muammo, to'g'rimi? Qachon biz tikka turganimizda bel sohamizda yoki engizgan og'izda bel sohamizda og'riq paydo bo'ladi yoki belimizni ko'tara olmaymiz. Bu nima sababdan kelib chiqishini hozir men tushuntirib o'taman. Bel mushaklari ikki qavatdan iborat. Chuqur va yuzaki gruppa muskullardan tashkil topgan. Normada bu ikkala gruppa muskullar doim muvozanatda ishlaydi. Chuqur gruppa muskullarimiz umurtqa pog'onasini stabilligini ta'minlab beradi. Yuzak gruppa muskullarimiz belni harakatlanishini ta'minlab beradi. Agar chuqur gruppa muskullari kuchsiz bo'ladigan bo'lsa, chiniqmagan bo'lsa, bu holatda umurtqa pog'onasining stabiligi buziladi. Natijada yuklama umurtqa pog'onasi bo'g'imlariga hamda tashqi gruppa muskullariga tushadi. Shuni natijasidan belimizda mana shunaqangi muammo, shunaqangi og'riq paydo bo'ladi. Bu muammoni bartaraf qilish uchun chuqur gruppa mushaklarimizni chiniqtirishimiz kerak bo'ladi. Agarda sizni ushbu muammo bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi raqam bilan bog'laning. Men sizlarni ushbu kasallikdan dori-darmonsiz xalos qilaman.